Xudo yozganini bandasi o'chira olmaydi. Xudo berganini bandasi tortib ola olmaydi. Telbalarga ta'zim qiling. 100 ta donishmand ayta olmagan haqiqatni bitta telba aytadi. Dunyoda eng aqlli jonivor baliq. Birinchidan soqov, ikkinchidan mutassil harakatda. Ayol qalbi teskari magnitga o'xshaydi. Yaqinlashsang uzoqlashadi, uzoqlashsang yaqinlashadi. Kulishni bilmaydigan odam baxtsiz odam. Yig'lashni bilmaydigan odam ikki hissa baxtsiz. Nodonlar davrasida kar bo'l, donolar davrasida soqov bo'l. Sopol tovog'ing sinsa dod sol, kesakka aylanadi. Tilla idishing sinsa parvo qilma, bahosi tushmaydi. Kiyik och qolmaslik uchun ko'kat yeydi, ammo bir-birini o'ldirmaydi. Sher och qolmaslik uchun kiyikni yeydi, ammo bir-birini o'ldirmaydi. Odam ko'katni ham yeydi, kiyikni ham yeydi. Ko'ngil xushlik uchun sherni ham o'ldiradi. Keyin urush qilib bir-birining boshini yeydi. Ikki qo'chqor suzishsa, bo'rining nasibasi butun bo'ladi. Begona ayolni o'zining oldida maqtang. O'z ayolingizni o'zi yo'g'ida maqtang. Yomonlarni ehtiyot qiling. Yomon yo'q bo'lsa, yaxshining qadri bilinmay qoladi. Hech nimaga hayron qolmaydigan odamdan olim chiqadi, hamma narsaga hayratlanadigan odamdan shoir chiqadi. Aql